Bugun vatandoshlarimiz o'z salohiyatini dunyoga namoyish qilyapti. Nufuzli top universitetlarga o'qishga qabul qilinayotgan xalqaro brend kompaniyalariga ishga kirayotgan hamyurtlarimiz saf ham kengayib bormoqda va biz suhbatlashmoqchi bo'lgan qahramonimiz ham Daniyada yashab, u yerdagi xalqaro brend kompaniya Legoda ishlab kelayotgan hamyurtimiz Gulshanoy Tolipova. Gulshanoy opa, assalomu alaykum. Ancha yillardan beri Daniyada yashab, faoliyat yuritib kelasiz. Birinchi savolim oddiy. Nima deb o'ylaysiz? Bugun garchi masofa uzoq bo'lsa-da, oxirgi yillarda xorijdagi o'zbek vatandoshlarimizning O'zbekiston bilan munosabatlari yaqinlashyaptimi? To'g'ri aytasiz, Daniyada anchadan beri yashab kelyapman. 2-10 yillik 2 dekada. Har yili borib kelib O'zbekistonga harakat qilamiz. Albatta tashqaridan O'zbekiston fuqarosi bo'lib Daniyada yashab turib, bu narsalarni biz ochiq kuzatamiz. Oxirgi 5-6 yil davomida bizda juda ham ijobiy o'zgarishlar ketdi. O'zbekiston fuqarolariga bo'lgan qo'llab-quvvatlash, ularni mana shu yerda chet elda bo'lsak ham biz o'zbekligimizni yana ham vatanga yaqinroq olib kelish, faxrlanish bizdan. Bu narsalar juda ham kuchli oxirgi 5-6 yil davomida kuzatsa bo'ladi. Mana shu munosabatlarni yaqinlashishiga qanday to'siqlar bo'lardi va bugun o'sha to'siqlar yechildimi? Albatta, juda ham ijobiy yechimlar ko'p. Endi masalan, oldin O'zbekistonga borsak, dokumentatsiya ishlarimizda juda ham qiyinchilik bo'lardi. Bizda elchixonalar kam edi. Men hozir Daniya qirolligida yashayman. Daniya qirolligi Belgiya qirolligiga qaragan bo'lardi. Juda ham bizga uzoq. Hozirgi paytda bizda mana Shvetsiyada elchixona bor. Elchimiz o'zi kelib ketadi. Bizda Orx shahrida yashayman men. U Stokgolmda bo'lsa ham ular fuqarolarni yig'ib kelinglar bizlarga og'aylarni yengil qilaylik. Kichkina bolalar bilan sizlar hamma imkoniyati yo'q. Biz o'zimiz kelib dokumentlarni yig'ib, kerakli talablarga javob berib ketamiz deb mana shu oxirgi 2-3 yil davomida juda ham og'irimizni yengil qilishadi. Bu bitta masalasi. Endi masalan O'zbekistonlik bo'lib, O'zbekistonga qaytib borganimda chegaradan o'tishlarimiz, pasportni kontrolga kelsangiz, pasportni kontrol oldin qo'rqib ikkita pasportni kontrolda очередь turardi-da, hozir bo'lsa pasportni kontrollar, aeroportlarimiz, navbatlar yo'q. Sizni kulib kutib olishadi. Bunaqadan juda ham misollarimiz ko'p rosa. Xorijliklarni vatandoshlarimizga bo'lgan munosabatlari ham o'zgarib boryaptimi? Mana davlat rahbari tashriflariga Yevropa ittifoqi bilan, umuman Fransiya bilan, Italiya bilan yaqin hamkorliklar o'rnatilyapti. Mana shu o'rtadagi siyosat deymiz, vatandoshlarimizni hayotiga, xorijliklar va o'zbek vatandoshlarimiz o'rtasidagi munosabatlarga ham ijobiy tus beryaptimi? Albatta, mana yaqinda bundan xabarimiz bor. Bizni muhtaram prezidentimiz Fransiyaga kelib ketdi. Emmanuel Macron ancha-munchasini bunaqangi bir jozibador kutib olmaydi. Hamma keraklik nyuanslari bilan kutib oldi bizni prezidentimiz. Bu juda ham hurmat. Albatta bu Yevropaga ko'rsatildi. Yevropada qiziqish uyg'onyapti. O'zbekiston qayer? Bu yerdagi biz o'zbek diasporamiz juda ham aktiv. Navbatdagi savolim, keling, endi siz o'zbek ayoli sifatidagi Daniyada erishgan yutuqlaringiz haqida biz bilan o'rtoqlashsangiz, ya'ni muvaffaqiyatli karyera zinapoyangiz ko'pchilikka qiziq menimcha. Endi bu savolga men shunday javob beramanki, men o'zim Andijonliman. Juda ham bir oddiy qishloq oilasidan kelib chiqqanman. Meni ota-onam vrach bo'lishgan, oilada 5 ta farzandmiz. 21 yoshimda Inyazni tugatib, Andijonda tillar institutini tugatib, bu yerga o'qishga harakat qilib, shu yerga keyin kelganman men, oliy ta'lim olgani. Bu yerga kelganimdan keyin har bir qilgan maqsadingizga inson o'zingiz erisha olishingizni, uning uchun qo'rqmaslik, ya'ni bizda bo'ladi-yu hayotda katta o'zgarishlar. Masalan, O'zbekiston jamiyatidan kelib chiqib ayol sifatida, yosh ayol sifatida Daniyaga o'qib kelganimda men bularning tili, bularning urf-odatlari, madaniyatlari, oilaviy qadr-qimmatlari menikiga umuman boshqacha bo'lgan. Endi u narsalardan men qo'rqib qaytib ketganimda bugungi kunga yetishmagan bo'lar edim. Daniyaga kelganimdan beri shu biz O'zbekistonda meni ota-onam o'zbekona berilgan tarbiya, mehnat orqali shu bestseller degan dunyoga taniqli fashion kompaniyada 12 yil davomida retail, e-commerce va marketing отделениyaini boshqardim. Undan keyin hozirgi paytda o'yinchoqlar ishlab chiqaradigan Lego kompaniyasini
Nordik mamlakatlari uchun, ya'ni 4 ta mamlakati bor: Daniya, Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiyalarga marketing direktori rolida hozir ish olib boraman. Hozirgi ishimda meni qo'l ostimda 23 ta xodimim bor. Biz Lego dunyoda endi juda ham katta globalniy brendga kiradi. U yerda biz shu Nordik mamlakatlariga konsentratsiya qilib, bolalarga va oilalarga Lego o'yinini keraklicha oilalarga yetkazib borish meni katta mas'uliyatlarimdan bittasiga kiradi. Hozir men endi dat tilida yaxshi gaplashaman. Dat tilida meni ishim hammasi dat tilida. Keyin rus tilini yaxshi bilaman, ingliz, fransuz tilini va turk tilini yaxshi tushunaman. Bugun O'zbekiston yoshlari uchun xorijda faoliyat olib borish deymiz, ta'lim olish imkoniyatlari kengaymoqda-da. Bevosita siz ham bunga guvoh bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Ularga qanday havas ko'zi bilan boqasiz? Juda ham katta havas ko'zi bilan boqaman, chunki to'g'ri aytasiz, u 20 yil oldin bunaqa imkoniyatlar juda ham kam edi. Hozir yoshlarimizga O'zbekistondan уже imkoniyatlar katta. Bizda nihoyatda chet el universitetlari, ochiq yo'llar, davlatlar bilan hamkorliklar. Endi buni masalan men fuqaro sifatida 20 yil oldin o'zim istagan bo'lsam, to'sqinliklar ko'p bo'lganda u paytda. Hozir bo'lsa, bizni davlatimiz hozir qo'llab-quvvatlaydi. Boshqa davlatlar bilan hamkorliklar, imkoniyatlar juda hozir yoshlarda ko'p. Ya'ni ko'proq xorij tajribasini o'rgansin, global miqyosdagi bilimlarni o'zlashtirsin, baribir O'zbekiston uchun ertangi istiqbol uchun foydasi bor degan bir tamoyilga asoslanyapti deb o'ylaysizda? Albatta. Biz ham xuddi shu. Biz ham shu yerga kelib, shu yerda globalniy fikrlash, qanaqangi texnologiyalar, endi shu narsalarni O'zbekistonga qanday qilib olib kelsak bo'ladi, biz qanday bu narsa uchun his qo'sha olamiz degan niyat bilan yuramizda endi bu yerda. Ularga juda katta imkoniyatlar bor hozir. Bugun Daniyada ishlab faoliyat yuritib kelayotgan vatandoshimiz sifatida o'zbek hamyurtlarimizni faoliyati bilan ozmi ko'pmi xabaringiz bor-da. Ular bugun qanday ishlar bilan shug'ullanyapti, nimalar bilan band? Daniyada mana yaqinda hozir shuni bir ko'rsatmoqchi edim. Vatandoshlar mintaqaviy forumiga borib keldim. Вот mana Berlinda bo'ldi bu. Bir bo'lsak yagona xalqimiz, birlashsak vatanmiz. Shu yerda Berlinda juda ham chiroyli birinchi forum o'tkazildi, mintaqaviy forum. Shu yerda masalan Daniyadan aytsam, meni o'zim yaqin tanishlarimdan Siemens kompaniyada injenerlar, Vestas kompaniyada injenerlar, sotib oluvchilar, data analistlar, Legoda, Navanorsk juda katta kompaniyalarda o'zbekistonliklar muvaffaqiyatli. Barcha tanigan o'zbekistonliklarimiz nihoyatda mana Uber kompaniyasida ishlaydi, Ulfat degan bo'ladi. Yaqin dugonam buxorolik Vestas kompaniyasida katta globalniy отделениесida sotib oluvchi bo'lib ishlaydi. Juda ham kuchli intellektual diasporamiz bor bizda Daniyada. Oxirgi paytlarda Daniyadagi o'zbek diasporasining O'zbekiston bilan munosabatlarini yanada yaqinlashtirish bo'yicha ular qanday tashabbuslar bilan chiqishyapti? Masalan, bizda hozirgi shu ayni paytda O'zbekiston tashabbuslari degan bizda organizatsiyamiz bor Daniyada. Uni biz ko'p yillar davomida yurgizib kelamiz. Hozir shu daqiqada bizning katta bibliotekada Orxusda bizni atlas, ya'ni milliy hunarmandchilik bo'yicha o'tgan yili borib biz olib keldik eksponatlarni. Shuni hozir ko'rsatyapmiz. Juda ham qiziqish katta. Nihoyatda ko'pchilik kelib, bu qanaqa, bu yillar davomida saqlanib qolgan hunarmandchilik sizlarda bormi hozirgacha? Chunki butun prosesni ko'rsatganmiz-da. Bizda shu o'zimizni ma'naviyatimiz, madaniyatimizdan faxrlanib, buni O'zbekistondan olib kelib hozirgi shu kunlarda ko'rgazma hozir o'tyapti. Endi bu bitta narsa-da. Bu narsalardan, bunaqa misollardan juda ham ko'p. Ya'ni o'zbek madaniyatini, o'zbek urf-odatlarini, umuman O'zbekistonni turizm salohiyatini ham bir namoyishi deb qabul qilsak bo'ladida. Albatta, chunki kelgan datlar ko'rishib, biz bilmas ekanmiz, bu qayerdan? Samarqand, Buxoro, O'zbekistondanmi? O'rganish boshlanyapti O'zbekiston haqida shular orqali. Keyingi savolim, bugun prezidentimizni yangi migratsiya siyosati vatandoshlarimiz kayfiyatiga, ularni umuman faoliyatiga qay darajada ijobiy ta'sir ko'rsatyapti? Muhtaram prezidentimiz juda ham amalda qiladigan ishlar
haligi amalda borda, bu faqat gapda emas, amalda bor. Hozir 3-renessans ketyapti O'zbekistonda. 3-uyg'onish. Bu nima degani? Bu deganiki, O'zbekistonda va chet eldagi diasporamizni qanday qilib biz yaqinlashtiramiz, qanday ularga kerakli bo'lgan yordam, mana hatto elchixonalarimiz juda ham aktiv ular biz bilan ofitsialni emas, oldin shunaqa bo'lardida, ularda qanaqadir bir Masofa uzoq. masofa uzoq bo'lardi. Dokumentatsiyalar, byurokratiyalar. Hozir bu narsani iloji boricha kamaytirib, qanday qilsak-u og'iringizni yengil qilsak. Shunaqangi bir e'tibor bor. Endi buni odam faqat ko'rib nihoyatda xursand bo'ladi. Keyingi savolim aynan ta'limga bog'liq. Ya'ni bugun ko'plab o'zbek yoshlari dunyoning top universitetlariga o'qishga qabul qilinyapti-da. Bu mamlakat rivojiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Xususan, Lego kabi xalqaro brend kompaniyalarining O'zbekistonda ham ko'payishi uchun qanday ishlarni qilish kerak deb o'ylaysiz siz? Bizda bilasiz, baribir ertangi kun bizni resurslarimizga bog'liq, ya'ni bizni insoniy resurslarimiz. Endi uning uchun global kompaniyalar O'zbekistonga kirish uchun bizni ish nima deydi, kuchimiz shu darajada talablarga javob bera oladigan darajada ilmi baland bo'lishi kerak. Garvardlarda, Oksfordlarda, hattoki mana top 10 ta universitetda Yevropada o'qiganlar, ular o'zlarini praktikalari bilan, o'zlarini o'rgangan navikalari bilan olib kelgandan keyin Nike, H&M, Lego, Apple shunaqangi globalniy kompaniyalar biz O'zbekistondan ham headquarterlarini ochishadi. Chunki bizda resurs tayyor bo'ladi. Buning uchun biz yoshlarimiz albatta intilish kerak, albatta harakat qilish kerak. Bizning prezidentimizning siyosati juda ham to'g'ri yurgizilyapti. Men bu narsani hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Bizda endi 20 yil kelib yashaganimdan keyin men juda ko'p narsa ko'rardim bu yerda. O'zbekistonda bizni qilishi imkoniyati bo'lgan, rivojlantirishi kerak bo'lgan imkoniyatlarni ko'rardim. Lekin bizda u tomonda hali ko'prik qurilmagan edi-da. Hozir bizni prezidentimiz shu ko'prikni quryapti. Bizlar uchun, Yevropa bilan O'zbekistonni bog'lash uchun bizda hozir mustahkam ko'prik qurildi. Endi uni nima qilishimiz kerak? Endi biz bu yerdagilar mas'uliyat olib, O'zbekistondagilar mas'uliyat olib, bu ko'prikda uchrashimiz kerak. Bu xudo xolasa yaxshi ishlarga olib keladi bizni. O'zbek diasporasini, umuman xorijdagi vatandoshlarimizni muvaffaqiyatlari bardavom bo'lsin. Biz ham sizga o'xshagan muvaffaqiyatga erishgan vatandoshlarimiz bilan keyingi dasturlarimizda yurtdoshlarimizni tanishtirib, xabardor qilib boraylik. Katta rahmat sizga. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.